Chorvoqda dacha qurish necha pulga tushadi degan savol kelgandi. Dachamiz umumiy hisobda 6 qavatdan iborat, liftlari bor ichida. Mana ko'rib turganinglardek, futbol maydoni va basketbol o'ynash uchun joy hozirlangan. Ko'rinish qanaqa degan savollarga javobimiz tashqari kechqurun svetlar bilan yanada ham go'zal bo'ladi bu dacha. Bir vaqtning o'zida 50 ta va 60 ta inson bemalol sig'adi. Mana shu joydan, ya'ni gorkaga o'xshatib joy qo'yib qo'yilgan. Shuni chiqqaningizda sizni mana shunaqa manzara kutib oladi. Shuna Chorvoq pastda kaftdek namoyon bo'lib turibdi. Hech narsaga qotirilmagan. Ya'ni bu joyda har birini alohida quyib chiqarilgan. Va qandining o'zi taxminan $5000 atrofida turadi. Birinchi qavat va ikkinchi qavatni orasini ochiq qilgan va mana bunaqa katta daraxtlarga o'xshatib dekoratsiya qilingan. Hurmatli o'rtoqlar, Chorvoqda dacha qurish necha pulga tushadi degan savol kelgandi. Xo'p, endi Chorvoqda dacha qurish necha pulga tushishini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Chorvoqda dacha qurish bu har xil bo'ladi. Ya'ni dachani katta kichikligiga qarab, dachani joylashgan joyiga qarab, dachani qanaqa qurilishiga qarab pullari aniq bo'ladi va shundan keyin uni smeta qilib qurish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi sizni yeringiz bormi, yo'qmi? Xo'p, dacha necha qavat bo'ladi? Shularni ko'rib chiqib, keyin qurilishga kirishish yaxshi bo'ladi. Hozir sizlarga bitta dacha misolida ko'rsatib beraman. Bitta dacha Chorvoqda qurish necha pulga tushadi va u qanchada o'zini oqlaydi. Hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Hozir sizlarga mana shu dacha misolida ko'rsatib beraman. Necha pulga tushishini, bunga qancha pul ketgan, ko'rinishlari qanaqa, hozir hammasini kirib ko'ramiz va baho beramiz. Bu dacha nomi Bugatti bo'lib, oldi tomonida ya'ni 4 qavat bor, ya'ni orqa tomonida yana 2 qavati bor. Xo'p, dachaning ichida liftlari bor. Dacha premium darajada qilingan. Bir sutkasi begim kunlarida, ya'ni budniy kunlarda $1700-1800, ya'ni $2000 ga ham berishadi. Undan ham tashqari bu dachamizni yakshanba kun ham olishingiz mumkin. Yakshanba kunlari bu $2500 bir kechasi turadi. Xo'p, bunaqa dacha qurish uchun necha pul ketadi? Oldin bunaqa dachani $2500 ga berish uchun nima sharoitlar qilish kerak? Hozirlar bilan tanishib o'tamiz va videoni davomida albatta bunga qancha pul ketganligini aytaman. Dachamiz qiyaligida joylashganligi uchun oldi tomonga 3 qavat qilingan va orqa tomonda ham 2 qavat, ya'ni plus yana yarim qavati bor. 3 qavat deb olib qaraydigan bo'lsak, dachamiz umumiy hisobda 6 qavatdan iborat, liftlari bor ichida. Mana ko'rib turganinglardek, dacha qiyaligida joylashgan va buni chiroyli qilib qurilgan. Hozir mana ichkariga kiramiz. Ichkarida birinchi kirganimizda, ya'ni avtomobillar uchun garaj qilingan. Joyi sal kichkina bo'lsa-da, lekin uyutli qilingan. Mana o'zi kirganda svetlar ham yonadi. Mana shunaqa ko'rinishda bu hozir mashinalar uchun joy hozirlangan. Bu to'g'rida elektromobil uchun ham qo'yilgan mashinalarni, ya'ni avtomobillarni zaryadlash stansiyasi. Hop, endi parkovkadan sekin ichkariga kiramiz. Bu yerda mana lifti bor. Hop, liftdan tashqari iznasi ham bor. Biz hozir sizlar bilan liftda ikkinchi qavatga chiqamiz. Lift ochildi, mana liftning ko'rinishi mana shunaqa holatda. Hop, endi mana ikkinchi qavatga chiqamiz. Marhamat. Ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatning ko'rinishi mana shundan iborat. Mana bu joyda futbol maydoni va basketbol o'ynash uchun joy hozirlangan. Ko'rib tomosha qiling. Mana ko'rib turganinglardek, bu yerda oldi tomonini shamol aylanish uchun joy qilingan. Pastda ko'rgandik, oldi tomonda 3 qavatli bino bor edi. Mana shu 3 qavatli binoni fundamentlari turibdi mana. Endi 3-qavatga chiqamiz. 3-qavatga keldik. Mana 3-qavatni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. 3-qavatimiz mana shunaqa ko'rinishdan iborat. Bu yerda bemalol kelib bolalar bilan dam olishga kelgan mehmonlar bemalol bu joyda bolalarini o'ynatib, ko'ngilochar o'yinlarni o'ynab mazza qilishsa bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, ajoyib chiroyli qilingan
bu joylar ham. Hop, 4-qavatga chiqamiz. Endi 4-qavat bu aslida 1-qavatni уровеньida qilingan. Mana. Juda ham chiroyli. Dachadan ko'rinish qanaqa degan savollarga javobimiz mana. Juda ham yuqorida joylashganligi uchun chiroyli ko'rinadi. Dachaning umumiy ko'rinishi juda ham chiroyli qilingan va undan ham tashqari kechqurun svetlar bilan yanada ham go'zal bo'ladi bu dacha. Xo'p, dachaga bir vaqtning o'zida 50 ta va 60 ta inson bemalol sig'adi, sharoitlari qilingan. Dachada ikkita basseyn bor. Bitta basseyn bu yozgi ko'rib turganinglar va ichkarida yana bitta basseyn bor va undan ham tashqari turetskiy hammom bor, sauna bor. Hop, tepalarda yotoqxonalar joylashgan. Bu yerda yozgi oshxonasi bor. Ichkarida zimniy, ya'ni qishki oshxonalar ham bor. Bu palmalar искусственный, живой emas. Bunaqa palmadan ana ko'rib turganinglardek juda ham ko'p qo'yib qo'yishgan. Bu ham o'zgacha dekorativ, o'zgacha did bilan qilingan. Mana shu joydan, ya'ni gorkaga o'xshatib joy qo'yib qo'yilgan. Xohlovchilar uchun shundan uchib tushib bemalol bu basseynlarda cho'milishi mumkin. Bu bizning do'stlarimiz. Assalomu alaykum hammaga. Mahmud aka, oyog'i singan odam. Estaligi. Hop, dachani ichki tomoniga kiramiz va ichki tomonini ham hozir tanishtirib beraman. Hop, kirganda hol qismi. Bu yerda juda ham ko'pchilik o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Bu yoq ochiq qilingan, lekin juda ham fayz bilan, did bilan ishlangan. Hamma narsa harakat qilingan, premium darajada qilishga, buni uddasidan chiqishgan. Ikkinchi qavatning holidan tashqariga chiqamiz. Shuni chiqqaningizda sizni mana shunaqa manzara kutib oladi. Bu ham o'zgacha chiroy berib turibdi. Shuna chorva pastda kaftdek namoyon bo'lib turibdi. Hop, ikkinchi qavatdagi terrasa desak bu to'g'ri bo'ladi. Bu joyda mazza qilib dam olish uchun mana shunaqa shabodaga joy qilingan. Kelgan mehmonlar, kelgan insonlar bu yerda mazza qilib dam olishadi. Kechqurun go'zal shabada bo'ladi bu yerda. Mana hozir ham ko'rib turganinglardek shabadasi bor. Hop, videoni cho'zib o'tirmayman va narxlarni hozirlarga aytaman. Hozirlarga ko'rsatmoqchi bo'lgandan so'ng rigillarda obshivka qilingan, ya'ni mebelni obshivka qilingan. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli qilingan. Bu dachalarda, ya'ni boy ranglarni ko'rsatib beradi. Dachalarda va uylarda naturalniy shiponga o'xshatib mana qilingan, lekin juda ham go'zal turibdi. Eshiklarning balandligi taxminan 250 qilingan, chunki qancha eshik baland bo'lsa, shuncha chiroyli ko'rinadi. Bu joyda ham mana mebelni obshivkalar bilan qilingan va zinaga e'tibor berishingizni xohlardim. Zinani ko'rib turganlar bo'lsanglar, oyna bilan qilingan va mana bu oyoq qo'yadigan stupenkalarni ko'rsanglar, hech narsaga qotirilmagan. Ya'ni bu joydan har birini alohida quyib chiqarilgan. Hech qanaqa o'ynamaydi, sakrab ko'rsa ham hech qanaqa bu bo'lmaydi. Liqqillamaydi. Juda ham chiroyli, mustahkam qilingan va devorlarni ham ko'rsanglar mebel bilan qilingan. Bu ham o'zgacha boy estetikani beradi. Ikkinchi qavatga chiqqanda shunaqa chiroyli manzara kutib oladi. Bu kompyuterlarni qaranglar do'stlar, dachaga kelgan insonlar juda ham mazza qilib dachada madaniy dam olishadi. Kompyuterlar hammasi ishlab turibdi va sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgandan so'ng bu qandil bo'ladi. Bu qandilning o'zi taxminan $5000 atrofida turadi. Juda ham chiroyli qilingan va undan ham tashqari birinchi qavat va ikkinchi qavatning orasini ochiq qilgan va mana bunaqa katta daraxtlarga o'xshatib dekoratsiya qilingan. Bu ham o'zgacha did va estetika beradi, chunki dachalarda, uylarda yashillik insonni xursand qiladi. Hurmatli yurtdoshlar, bunaqa dacha qurish bugungi kunda taxminan $1,100,000, $1,200,000 atrofida ketadi bunaqa pullar. Hop, endi bu yerdan tashqari. Hop, bu dacha sotuvda hozirgi kunda narxi $1,5 million, $1,600,000 atrofida.
savdolashsa bo'lar ekan. Agar siz shunaqa dachalarni qurmoqchi bo'lsangiz, sizga shunaqa interyer dizaynerlar, eksteriyer решениялар kerak bo'lsa, loyihalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga eng go'zal interyer dizaynlarni, eng go'zal loyihalarni, bundan ham chiroyli bo'lgan решенияларni qilib sizga patkulich topshiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar. Savollaringizni yozib qoldiring, keyingi videolarda javob berib o'tamiz.